Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bugun sizlar bilan Roto Pro uskunasi Boston Scientific kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan device haqida, ya'ni buni hozir kungacha o'rnini bosuvchi boshqa texnologiyalar yo'q bo'lgan Roto Pro uskunasi haqida gaplashamiz. Hattoki bu uskunani xitoyliklar ham alternativ yechimini hali bera olgani yo'q. Aybusniki bor, Okotoniki bor, boshqa har xil Shockwave'ni har xil variantlari bor, lekin Roto Pro'ni hali ham variantlari yo'q. Bu uskuna bizda calcific lesionlarni, ya'ni uncrossable, balon uncrossable lesionlarni o'tishda, yuqori juda ham ko'plab zich kalsiylangan plakchalarni modifikatsiya qilishda o'rnini boshqa narsa bilan bosib bo'lmaydigan yagona sifatli, xavfsiz bo'lgan metodlardan bittasi. 2018-yilda men o'zim Yaponiyaga tashrif buyurganimda, bu yerdagi butun dunyo bo'yicha yig'ilgan hamkasblarimiz bizda Roto Pro uskunasi yo'qligini va O'zbekistonda mustaqil ravishda qiladigan mutaxassislar yo'qligini, hozirgacha chet eldan kelib qilishini aytganimda men ustidan kulishgandim. Men hayron bo'lgandim. Nimaga? Asli esa bu juda ham oddiy bo'lganligi uchun ular men ustimdan do'stona hazil qilib, hazilomuz kulishgan ekan. Hozirgi kunda bu moslamani biz Ketrization laboratoriyamizda foydalanamiz. Hech qanaqa texnik jihatdan murakkabliklarga yo'liqqanimiz yo'q. Shu paytgacha hozirgi kunda 15 tadan ortiq bu amaliyotlarni bajardik. To'g'ridan-to'g'ri Roto Pro uskunasiga keladigan bo'lsak, bu mana konsoldan iborat bo'ladi va portlari mavjud. Mana 3 ta port. Bu to'g'ridan-to'g'ri mana bunga o'xshagan maxsus Roto Pro pre-connected burlardan tashkil topgan. Burlar 1.25 dan 2.25, 2.5 mm gacha bo'ladi. Bu holatda 2 mm bur. Va orqa tarafida mana buni aylantirish maqsadida mana gaz baloni ulanadi, shlangi orqali tashqarida turadi va orqada qo'shish, ajratish tugmasi mana tepada va zazemleniya tugmalari mavjud. Zazemleniya shart emas, odatda shuning uchun biz foydalanmaymiz va uni foydalanish uchun maxsus o'zini vayrlaridan foydalanadi. Chunki koronar vayrlar to'g'ri kelmaydi. Buni o'lchami dyumi kichkina bo'lganligi uchun 0.9 dyumlik ikki xil vayr, bittasi extra support, ikkinchisi floppy vayrlardan foydalanadi. Extra support vayrlar faqatgina maxsus holatlarda ishlatiladi. Uni poddershkasi baland bo'lganligi uchun Roto Pro ishlash mexanizmidan uzoqroq bo'ladi. Roto Proning ishlash mexanizmida bur aylangan paytda masalan sog'lom tomirdan qochib, unga ko'proq qarshilik qiluvchi, masalan tosh qocha olmaydi, shuning uchun toshlarni maydalashga mo'ljallangan. Lekin extra support yoki stiff vayrlardan foydalanganimizda bu Roto Pro uskunasi shu funksiyasidan ajraladi va qattiq qayerga tegib turgan o'sha joyni burit qilishi va asoratlar foiz, perforatsiya kabi asoratlarni chaqirishi mumkin bo'ladi. Shu sababli bular faqatgina osteal lesionda yoki bizga kerak bo'lgan eksentrik kalsinozlarda foydalanishi mumkin. Endi asosiy hozir tushuntirish uchun mana Roto Pro uskunasi, bunda bizda Roto Pro mana 2 mm o'zida pre-connected burlardan bo'ladi. Mana sizlar uchun mana tushuntirish uchun bittasini qurbon qilamiz. Osilgandan ustida qobig'i bo'ladi. Olib tashlaymiz va bunday qilib yerga sochiladi. Sochgandan keyin teskari qarab joy osilganda mana xuddi shu holatda mana chelagi bo'ladi. Bunga anaqa narsalarni sekin olib qo'yamiz va to'g'ridan-to'g'ri mana 3 ta boyasizlar ko'rsatgan kabellarimizni ulaymiz. Qorani qoraga strelkasi bo'yicha. Tak. Qara strelkamiz. Mana strelka. Bunga bunga ulanadi. Orqadan gaz balon ulangan. Bu yoqda bizga sistemani pramifikasi uchun bitta porti bor. Shu pramifikani yuvib turish uchun doimiy ravishda 500 ml fizrastor, menga o'xshagan manjetka bo'ladi. Manjetka fizrastorning ichiga 2 ml verapamil lubrikanti bo'ladi. O'zini bo'lmasa lubrikantsiz ham foydalanish mumkin va nitrogliserin eritmasi solinadi. Mana ulaganimizdan keyin to'g'ridan-to'g'ri mana ochiladi. Ochilgan paytimizda anaqa burni ustida ishqalanishni kamaytirish uchun o'zini shaxtasi bo'ladi. Shaxta qismiga mana suv to'lishi boshlaydi. Shu suv to'lgungacha ochib turamiz. Mana suv kelyapti. Ochamiz. Ochgandan keyin mana suv keladi. Hozir mana suv keldi. Mana
to'ldi, tomchini ko'rdingiz. Berkitamiz. Birinchi ishimiz hal bo'ldi. Bu tayyor, gaz balon tayyor, bosim bizda chek bo'lgan va vayrlar ichida vayr kerak bizda buni baholash uchun. Vayrning ichida bizda manga o'xshagan o'zini klipperi qistirib qo'yadigani va vayr chiqadi. Uch qismida rengen nimasi ko'rinadi, o'zi shaxtasi qattiqroq bo'ladi. Bu qismini bo'shatib olganimizdan keyin ehtiyotkorlik bilan sindirmasdan shaxtasini vayrga o'tkazamiz. Hozir yordam berasan. Uch qismi bundoq olinadi, mana ehtiyot bo'lib, tepaga qarab ko'tarsa sakrab chiqadi. Mana va tasavvur qiling, vayrning uch qismi o'sha lejini o'tib turibdi. Biz esa bu qismini orqa qismidan o'tkazamiz. Mana kichkina teshikchasi bor ichida. Ko'rganmizmi? O'sha teshikchadan o'tkazib olamiz. Nozik teshikcha bo'ladi. Odatda buni boya aytganimizdek duyumi kichkina bo'lganligi uchun to'g'rilab o'tkazamiz. Bu yoqdan chiqadi. Mana chiqdi bu yoqdan. Chiqqandan keyin fiksatsiya qilib turamiz, kelgan joygacha. Mana eng pastki qismiga mana klipperni qotiramiz va knopperni orqa qismida mana joyi bor. Ichkariga kiradi. Bundoq kirib qotirib qo'yamiz. Mana shunda halqa bo'ladi. Bu qismi esa tomirni ichida turibdi deb tasavvur qilasiz. Mana lejinda va tekshirishdan oldin qilinadigan bosqichlar mavjud. Ya'ni tekis joyga qo'yib olamiz. Draw deydi, ya'ni birinchi drop, ya'ni mana bu yerda suv tomchilab turish kerak. Buni asosiy vazifasi boya aytganimdek tez aylanganligi uchun, ya'ni 160-200 ming оборотda aylanganligi uchun simni qizdirib yuboradi va mayda 5 mikrongacha bo'lgan maydalangan toshlarni yuvib yuborish vazifasini bajaradi. Endi yana tekshirib olishimiz kerak bo'lgan narsa drop bo'lgandan keyin endi bizga rotation tekshirishimiz kerak. Mana tugmani bosgan paytimizda mana aylanishni kuzatishimiz mumkin. Mana aylanish bor. Aylanganda qaraydigan narsa mana buni обороты oshish kerak bo'lganda. Kerak bo'lsa tushish kerak. Ya'ni gaz yetarlimi yoki yo'qmi o'shani baholab olishimiz kerak bo'ladi. Undan keyingisi advance, ya'ni mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana advancer oldiga qarab yurganda mana oldiga qarab mana bu packing movement deydi. Kichkina harakat bilan oldiga orqaga qilinadi mana. Endi draw wire pozitsiyasi ko'rib olinadi. Wire distal qismi qimirlamay turganini ko'rganimizda ichkari kirishni boshlaymiz. Kirganda dyna degan rejimimiz bor. Dynani bosib qolsa, mana buni tugmani bosib turgan holatda oldiga yurg'izishimiz mumkin yoki zamonaviylarda o'zida ham dynada ishlaydi. Dynada mana 63 marta aylanib turibdi va sekin oldiga qarab yurg'izaveramiz dynani period qilib, kerak joyigacha borib olamiz. Keyin borib olganimizdan keyin kerak lejinga yetib borganimizdan keyin dyna o'chiriladi. Kerakli joyga yetib borganimizdan keyin tomchiga qaraymiz. Yana bu packing movementni sal mana bizga orqaga qaytishimizga imkoniyat bo'lishi kerak. Agarda to'g'ridan-to'g'ri bundoq turadigan bo'lsa, boshlagan lejinga tiqilib qolsa, orqaga qarab tortishga joy bo'lmaydi. Shuning uchun sal knopperni oldiga yurg'izib, buni qotirib qo'yamiz. Boshlashdan oldin esa bo'shatamiz. Bo'shatib, mana oldiga orqaga yurishi imkoniyati bo'lishi kerak. Va mana boshimiz fiksatsiya qilib turiladi. Xuddi tomirning ichidaqa. Fiksatsiya qilib hozir qo'ygan bo'lsa, mana movement ma'nosi. Har time mana 12 sekund chiqdi. 10-12 sekundda time out qilish kerak va 10 sekund turamiz. Ya'ni bu yordamida biz maydalangan toshlarni yuvilib ketishi va slow flowni olib olamiz va shu lejinni o'tkinimizcha yana oldiga orqaga qilib 5 ta, 10 ta, 20 ta rand, ya'ni rekonayza qilgunimizcha qilamiz. Yengil boramiz, qaytamiz, tegamiz, o'tkunimiz. O'tgandan keyin bo'ladigan bo'lsa, buni fiksatsiya qilib turing. O'tganimizdan keyin aylanishni kamaytiramiz.
aylangan nima beradi bu bizga? Bu shlifovka qilinadi. Ya'ni tomirni devorda endi tezlik qancha katta bo'lsa, kichkina joyni maydalaydi. Tezlik pastroq bo'lsa, atrofni yonni maydalashga ko'proq nima sarflashi mumkin. Odatda burlarimiz 0.5, 0.8 razmer tomirni razmerini kattaroq bo'lishi kerak. Lekin standart holatda 1.25, 1.5 burlar ko'p ishlatiladi. Sababi bizda uncrossable lyjlar ko'p bo'ladi va ustiga shlifovka qilganidan keyin qolgan qismini cutting balonlar, shockwave, rotashok qilib davomli amalga oshirish mumkin bo'ladi. Asosiy vazifasi shu. Chiqib ketish davomida biz ishimiz tugadi. Daynani bosamiz va dayna yordamida orqaga qarab tortaveradigan bo'lsak, vayrni qisib qolmaydi u. Chiqib ketaveradi. Mana uzr. Mana knopkani yozdiramiz-da mana. Daynani yoqib orqaga qarab chiqib ketaveramiz mana. Vayrni qisib qolmaydi. Vayr singanda hozir. Sekin orqaga chiqaversak, single operator, ya'ni orqa shundoq aylanganimizda vayr joyida qolaveradi. Bizni rotamiz tashqariga chiqadi. Rota ishini bo'lganimizdan mikrokateter olib kirib, rota vayrni o'rniga workhorse vayrni qo'yib, ishimizni davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Bo'lgandan keyin rasmga olib qo'yiladi. Masalan, procedure time chiqadi va event time chiqadi. Procedure time amaliyot amalga oshirilgan vaqtni belgilaydi. Bo'lganimizdan keyin gaz balon o'chiriladi, gaz chiqarib tashlanadi. Gaz qanaqa? Bu yoqdan o'chirilgandan keyin bitta buni bosib yuborilsa, ichida qolgan havolar chiqib ketadi va bu utilizatsiya qilishga tayyor bo'ladi. Bu narsani qayta ishlatib bo'lmaydi. Odatda yig'ilgan paytda tomondan agarda buni tozalamoqchi bo'lsa, undoq qilib ichki mexanizmlarni ko'rish mumkin. Mana vayrni olib tashlaymiz. Olib tashlaganimizdan keyin bu nima bilan advancerni shu orqali bog'langan bo'ladi, sekin chiqariladi. Chiqqandan keyin yerda o'zining tishi bo'ladi, bir-biriga uradi. Usti kirib turadi. Chiqib, mana tishini bundoq yozdirish mumkin. Mana shu shaklda chiqarib olish mumkin. Bu yog'i отдельно, bu yog'i отдельно bo'lib qoldi. Bugunga shu. Agarda Rotopro bo'yicha tavsiyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ularni xudo xolasa keyingi amaliyotlarimiz davomida yoki davomiy shaklda alohida video shaklida tayyorlashga harakat qilamiz. Salomat bo'ling. Bizga savollaringiz bo'lsa, tilaklaringizni kommentariyada yozib qoldiring.